Bu Minecraft, lekin men oyog'im tekkan chunk boshqacha bloklarga o'zgarib ketyapti. Ko'ramiz men bu dunyoda qanday yashab qolar ekanman. Demak, unda biz boshlaymiz. Xo'sh. Unda birinchi chunk tushunarli. Demak, Minecraft meni birinchi chunkdanoq o'lishimni xohlayapti. Mayli, nima ham derdim. Keyingisi, xo'sh. Ha aytgancha, meni bu yerdagi maqsadim o'zimga to'liq olmosli kiyimlar va aslahalar yasab olish. Unday bo'lsa boshladik. Demak, bizga olmosli aslahalar uchun birinchi o'rinda daraxt kerak va daraxt ham aytishim bilan chiqdi. Hozircha menga shu ham yetadi va bundan o'zimga crafting table bilan ozgina cho'p yasab olib, kirka va bolta desam, boltaga yetmay qoldi. Mayli, kirkani o'zi ham yetadi. Nima? What? Ajablanarli. Bu narsa chiqadi deb o'ylamagandim. Mayli. Olmoslar, ajoyib. Olmoslarni topgan ekanman. Bu yerga eslatma qo'yib qo'ygan yaxshi. Ya'ni olmoslar. Buni esa och ko'k rang qilib qo'yaman. Ana endi davom etamiz. Qornim ham asta-sekinlik bilan oshib boryapti. Agar hozir shu sakraganimda o'lishim mumkin edi. Yomonmas. Demak, suv chiqish ehtimoli ham bor. Suv chiqqanidan keyin lava chiqish ehtimoli ham bor. Mayli. O'zimga bitta qilich yasab olib, uni o'ldiraman, chunki menga ovqat kerak. Nazaret bloklar. Lekin menda hali tosh yo'q. Mollarni o'ldirib olamiz. Voy bu, nima tez. It's amazing table. Agar men bu oraga tushib ketsam, o'lishim aniq. Va keyingisi sinalar va chiroqlar. Temir. Yomonmas. Xo'sh, temir ham albatta bizga kerakli materiallardan biri, sababi olmos olish uchun bizga temir kerak bo'ladi. Va bu yerga ham eslatma qilib temir deb qo'yaman. Buni rangini esa oq rang qilaman. Confirm. Va bo'ldi. Davom etamiz. Tushunarli. Demak, menga tosh beringlar bo'ldi. Hammasi tayyor bo'ladi agar tosh bersanglar. Yana o'sha g'alati tokchi. Mayli. Demak, g'alati narsalar va nihoyat tosh. Ana bo'ldi. Endi bizda hammasi tayyor. O'zimga menga daraxt kerak. Shu yoqqa atrofda daraxt bo'lishi kerak edi. Demak. Mana. O'zimga ozgina daraxt olaman.
va yetadi. Bundan esa uzunga crafting table va choklar qilaman. Bitta kirka va temir tomon ketamiz. Demak, eslatmamga qaraganda temir bu tomonda, oy, ehtiyotkorlar bo'lish kerakligi esimdan chiqib qoldi. Sababi chanklar haliyam bizda random holatda. Okey. Aha. Bitta temir blok olamiz va undan o'zimizga temirli kirka yasaymiz. Endi esa men olmoslarni oldiga boraman. Yo'q. Aha. Demak, men tushib ketdim. Mayli, hech qilmaydi. Yuziga tezgina borib, hamma narsani qaytadan tiklab olmasdan olsam bo'ldi. Xo'sh, demak shu tomonda daraxt bo'lishi kerak edi. Mana turibdi. Yo'q, o'rgimchak. Qiyin bo'ldi. Keyinchalik esa men o'zimga kerakli bo'lgan barcha narsani qayta tiklab, o'yinni davom ettirishga kirishdim. Umid qilamanki, bu safar o'lmayman. Har qanaqa tuzoqlarga tushib demak, temir bu yerda. Temir olamiz va men temirdan o'zimga temirli kirka yasayman. Olg'a. Ana endi navbat olmoslarga. Agar bu safar ham o'ladigan bo'lsam, o'zimni kechira olmayman. Olmoslarimiz bu yerda. 36 tacha olmos yetarli. Unda boshladik. Xo'sh, va nihoyat hammasi tugadi desa ham bo'ladi. Olmosdan birinchi navbatda to'liq kiyim qilib olamiz. Wow, ajoyib. Undan keyin esa aslahalar, kirka, bolta va qolganiga mana cho'p yetmadi. Endi cho'p topish kerak. Va mana bu yerda daraxt bor. Keragidan ortiq cho'p. O'zimga bitta qilich, bitta shovel, ya'ni belgirak, bitta hoe, o'zbek tilida nima bo'ladi, ketmonmi, bilmadim, va bitta spear yasab oldim. Bu Minecraftning yangi versiyasida qo'shilgan qurol. Va mana ko'rdingiz, biz bugungi challenjni muvaffaqiyatli yakunladik. Menda to'liq olmosli set va to'liq olmosli ish qurollari, hattoki spira ham. Agar video sizga yoqqan bo'lsa, obuna bo'ling va bundan keyingi videolarimda qanaqa modlar yoki qanaqa ideyalaringiz bo'lsa,
kommentga yozib qoldiring. Men har bitta kommentni inobatga olaman. Xayr.